Ko'r, nima qilyapsan? Qaramaysanmi ko'zingga? Nima qilib qo'yding mashinani? Oka, men bor uzr aka. Nima qilib qo'yganingni bilasanmi? Hozir nech pul turishini bilasanmi bu farani? Yo'q aka. Menga xullas yangi olib kelib qo'ysan. Tushundingmi gapimni? Aka, ustini almashtirsa bo'ladi-yu. Yangi qo'yib berasan, meni mashinam yangi mashina. Tushuntira oldimmi gapimni? Bo'ldi, aka. Xo'p. Davay, tez. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Keling aka. Aka, mana shu Gentra Fares bormi aka? Ha aka, bor Gentra Fares. Buni o'zini oynasini almashtirsa bo'ladi-yu. Yo'q, aka. Egasiga va'da berdim. Yangi fara qilib beraman dedim aka. Mayli, o'ziga qarang aka. Mana aka yangi fara. Aka, rahmat kattakon. Baraka toping. Nima bo'ldi ukan? Mana aka Fares yangi. Mana aka yangisini qo'yib berdim aka. Original qo'yibsan-da, yangi. Original aka. Ha, bo'ldi, mana bo'ldi. Faqat siz rozi bo'ling aka, bo'ldi. Mana ishingiz bitdi. Ketaveraymi aka, pravamni, dokumentimni bering. Garifadan 2 xil bo'lib qolibdi-yu. Endi sal eskiroq ekan, bu yangi bo'ldi, har xil bo'ldi deyapti. Men unaqa yurolmayman. U yog'ini almashtirib berasan. Men unaqa ahvolda yurmayman mashina. Aka, bitta tarafini urdimi, u tarafingizga nima aloqam bor? U yog'ini ham almashtirib berasan, tushuntira oldimmi? Okey, bo'lib turgan videoni o'zingiz ko'rib turibsiz. Siz qanaqa fikrdasiz? Sizning fikringiz biz uchun juda ham muhim. Kommentariyada fikringizni bildirib keting. Biz imkon qadar bizning ishimizda uchrab turgan muammolarni ko'tarib chiqib xalqqa ko'rsatishga harakat qilamiz. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, bitta podpiska tugmasini bosib qo'yib, like bosish esingizdan chiqmasin. Okey, sizdan iltimos, xalq masalasiga ehtiyot bo'ling. Bizni kuzatib borishda davom eting.